Assalomu alaykum, hurmatli Rossiya Federatsiyasida yurgan aziz vatandoshlarimiz uchun 2025-yilda mana shunday space texnikalarga mana shu yerda video rasmlarni qo'yib o'taman. Shunaqa space texnikalarda ishlasa bo'ladimi, yo'qmi? Bunaqa texnikalarda ishlab yaxshi pul olsa bo'ladimi, yo'qmi? Qiyinmi, osonmi, ruschani bilish kerakmi, bilmaslik kerakmi? Hamma savollaringizga xudo xolasa javob olasizlar shu videoda. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib, videomizga befarq bo'lmay like bosib, Rossiyada qiyin ishda ishlab yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'ysangiz, xudo xolasa shunday komfortli ishlarga aka-ukalarimiz kirib, zo'r pullarni uyga jo'nash nasib qilsin inshaalloh. Agar kimga shu space texnikalarga pravo xizmat kerak bo'lsa, o'zim yordam beraman. Xudo xolasa agar siz ruschani bilsangiz ham, bilmasangiz ham, shunaqa texnikalarga tushunsangiz ham, tushunmasangiz ham o'zim chiroyli qilib yordam beraman. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Akamizdan so'raymiz, oyligi qancha, ishlasa bo'ladimi? Pul sferada yo'qmi? Shularni bilib olamiz. Qani ket. Hozir mana akamizdan intervyu olamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Joni sog'mi? Mana akamiz oldidan keldik. Aka, ekskavatorda, koles ekskavatorda ishlaysiz, to'g'rimi? O'zingiz qisqacha aytib ketsangiz, oyliklari qancha, ruschani bilish kerakmi, pravo olish kerakmi, shular haqida 2025-yilda bu ishda ishlasa bo'ladimi? Oyliklardan boshlasak, oyliklari juda ham yaxshi, stroykadan ko'ra anchagina yaxshi oyliklari. Toza o'tiramiz, issiq konditsionerga qo'shamiz, konditsioner ham bor, pechkani qo'shib, bir xil formaga o'tiraveramiz. Toza kelamiz, toza shimga kelib o'tiramiz. Gap yo'q lekin 2025-yilga hozir ozroq pravo masalasiga kelsak, pravo bo'lmasa ko'p joy ishga olmayapti. Optni so'ramayapti, pravoni so'rayapti. Pravo обязательно, bu birinchi. Rus tilini keladigan bo'lsak, rus tilini salom alik, qalaysan, uzoqqa bording, bormading, shuni bilsa bo'ldi, qolgani kerak emas. Endi o'zicha ozgina tushungani ham yaxshi, inshaalloh. O'tirdi, maza qildi, ishladi. Stroykaga raz 5 oyga bir marta oylik olmaydi, bu yerga har 10 kun 15 kunga pravoni olib. 10 kun 15 kunda pul oladi, to'g'rimi? 10 kun 15 kunga pravoni olib. Endi aka, eng ko'pchilik qiziqib turgan oyligi qancha olsa bo'ladi? Aka, uyingizga qancha yuborsa bo'ladi, sami glavniy? Hozir men o'zimdan kelib chiqib aytsam, $1700 indamay jo'nataman. Svobodniy dokumentim, yeb-ichishimdan, rasxodlarimdan tashqari $1700. Endi rubelga keladigan bo'lsa, 150 ming oylik beradilar menga. 8 soat ishlayman kuniga. 8 soatdan uyog'iga 650 rubldan, пожалуйста, подработкani to'layman. Gap yo'q aka, intervyu uchun kattaga rahmat. Sizga omadlar tilaymiz ishlaringizda. Yurtdoshlarimiz ishlasa bo'ladi unda. Tavsiya qilasizmi? Обязательно, nimaga tavsiya qilmayman. Gap yo'q, akamiz mana вообще komfortni o'tiradi ekan. Shunday aziz obunachilar, bemalol shunday space texnikaga qiziqsangiz, menga pastda nomerlar qo'yib o'taman. Xudo xolasa bog'lanaversa, akama o'xshab konditsionerlarni qo'shib, kayf qilib ishlanglar. Zo'r pullarni uyingizga yozadi. Gazini bosinglar.